Assalomu alaykum, hammaga salom. Bugun men iOS 14 ga degan rington qo'yishni o'rgataman. Buning uchun sizlarga GarageBand degan programma kerak. U App Store da bor va iOS 14 bo'lishi kerak sizlarda. Mana. Va shuni tushirasizlar va masalan qaysidir qo'shuvni qilmoqchisizlar rington. Masalan Telegramda o'qishuv. Mana bu qo'shuv masalanda. O'sha qo'shuvni qo'yib, bu knopkani bosasizlar. Keyin mapda yana bitta knopka bor. Va сохранить faylni degan knopkani bosasizlar. Va iPhone bosib сохранить deysizlar. Bo'ldi. Va keyin GarageBandga kirib bo'lganinglardan keyin shu yerda audio recorder degan joyga kirasizlar. Va bu yerda mana kichkina plyusik degan joyiga bosasizlar. Va bu yerda 30 ta deb yozish kerak. Va endi bu knopkani bosib va keyin bu knopkani bosasizlar. Va shu yerda faylga kelib mana bu knopkani bosish kerak. Bu yerda mana o'sha qo'shuv bosasizlar va kutishimiz kerak. Mana chiqdi. Mana bosib turamiz va bu yerga qo'yamiz. Qo'yib bo'lganimizdan keyin va buni kichkina yoki katta qila olamiz. Masalan, bunaqa yoki bunaqa. Masalan, bu yerda boshlansa, buni o'chib qo'yamiz. Buni bir qilsak. Va bundan keyin pauzaga qo'yasizlar va mashina qilib bo'lganlardan keyin My Pesniga mana bu knopkani bosib My Pesni degan joyi bosasizlar. Shuni сохранение bo'ladi. Keyin bu yerda My Pesnimi bu yerda bosib turib, mana bu yerda поделиться degan joyi bor. Uni bosasizlar. Va bu yerda rington degan joy chiqadi. Bosamiz. Va bu knopkani продолжить degan knopkani bossanglar, bu knopkani bossangiz bo'ldi. Va shu hamma narsani qilib bo'lganlardan keyin настройки kirasizlar, звуки degan joyga kirasizlar va mana shu rington degan joyga bossanglar, o'sha qo'shuv bo'ladi. Mana hozir masalan boshqa qo'shuvlarni ham qilganman bu yerda. Keyin mana shu narsani qilib bo'lganlardan keyin bu programmani o'chirib tashlasanglar ham bo'laveradi. Boshqa kerak emas bo'ladi.